Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 20-aprel 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 36 so'm 78 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.128 so'm 46 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.212.846 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.4% ga tushdi. Yevro 26 so'm 64 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.304 so'm 31 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.460.431 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.8% ga oshdi. Rossiya rubli 68 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 4 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.040 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 8.5% ga oshdi. Xitoy yuani 6 so'm 5 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1777 so'm 58 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.777.580 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.3% ga oshdi. Koreya voni 4 tiyinga tushdi. 1 Koreya voni 8 so'm 20 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8200 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0.2% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 26 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7626 Rossiya rubli 4 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 8.2% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.